Shu joyini shunaqa tozalab pasa tushirasiz. Sigiring ahvoli. Yangi eterim operatsiya har qanaqa vaziyatda ham tayyorsiz, to'g'rimi? Hozir bu vaziyatda lekin molingiz ketishi 100% to'xtagan, mazasi yo'q, turgan bilotrani yo'q. Shunaqa vaziyat, ichkarida bacha o'lan deb diagnoz qo'yilibdi, sim bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun ichib keser va texnika yo'li bilan hujak olinadi. Bu yoq Xudodan. Mayli, men roziman jonim. Xo'p. Boshqa iloji yo'q. Xo'p, menga mayli. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar aka, sog'lik yaxshimi? Mana bunaqa operatsiyalar nechta bo'lib turib, mana qornidan yorib, mana joylari bitib, mana konkretni tuzalib ketaman mana. Qornining nimasigacha yoriq, bitib joylari. Mana hozirgi sigir olib tashladik operatsiya yo'li bilan. Mana ketgutlar. Xo'sh. O'ngga chiqadimi? Buni oling. Ha? Bor, chiqadi ham. Mana hozirgi joyi. Mana kesib xirg'ichli yo'l bilan qilib tashladik. Endi ustining mazlari qo'yiladi bunga. Sigiring ahvoli yaxshi, narkoz berilgan, umumiy anesteziya. Bugun 18-mi? 18-sentyabr. Telefon tutib o'tirib, bizlar endi hozir doktorini tutib turadi. Yaqinlashtirib olasiz. Apparatni so'rib olaman men. Shunga turg'izamiz. Turmaslik uchun har tomondan to'xtasiz. Mana to'g'ri tutasiz. Mana ha. Bismillah. Videoda tushiring, videoda. Nima ekan? Mana simlari, mex yegan mana. İbi. Aynen bunu yuvib olamiz, o'chirmang lekin. O'chirmang. Telefonni o'chirma. Zo'r olgan, telefon olgan. Mana shuni olgan. Mana shu narsalar sigiring ichidan chiqdi mana. Mana simlarga qarangiz. Ko'ryapsizmi? O sigirdan nima kerak keyin bu jinoyat? Yemda bor ekan, yo kunjig'ida. Simlar. İbi. Sim yo'q dedingizlar. Bu emas. O'ttasini bosavering.